Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Navbatdagi 33 darsimizni davom ettiramiz. 158 gacha o'qigan ekanmiz. 159 dan boshlaymiz. Demak, mashqimiz. Salisan. Uktub al-fi'l al-madi al-munasiba fil faragh. Bo'sh joylarda munosib mozi fe'lini yozgin deyapti. Ana va ailati bosh joyiga fe'l qo'yamiz. Ila Istanbul. Istanbulga men va oilam nima qildik? Safar. Qanaqa holatda beramiz? Safaro bu yerda hozir u safar qildi ma'nosida turibdi. Endi bunga olmash qo'shishimiz kerak. Fe'l uchun yopishib turadigan olmash. O'shanda men va oilam bo'lsa, safar qildik. Dik ma'nosi na beradi. سافرنا أنا وعائلتي سافرنا إلى إسطنبول. كينجسة الولدان كبالا شطائر اللحم من المطعم. أخذ fe'lini ishlab qo'yishimiz kerak, faqat o'zgartirib. Ikki bola haqida fe'l o'zgarib tushadi. O'tgan zamonda u ikkisi qildi bo'lsak, akhadha cho'ziqli alif qo'shib qo'ysak bo'ldi. Akhadha u ikkisi o'sha oldi. Keyingisi Saratu va Zaynabu. Sara va Zaynab darosa fil jami'a. Universitetda darosani o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Ikki kishi-ku. Darosa ta bo'ladi. Qiz ikkalasi ham qiz bola bo'lgani uchun ta qo'shiqli cho'ziqli ta qo'shamiz fe'lga. Sini ulangan shakli bilan. Darosa ta dars qildi universitetda, o'qidi yoki o'rgandi, tahsil oldi degan ma'nosi ham bor. Antuma siz ikkingiz degani qaro'a fe'lini qo'yishimiz kerak. Al-Qur'ana sabahan. Tongda Qur'on o'qidingiz siz ikkingiz. Qaro'a bo'lsa qara'tuma, siz ikkingizga bo'lsa tuma. Qara'tuma. Ayna ya Fatima deyapti. Ey Fatima, sumkani qayerga qo'yding deyapti. Vadoa fe'lini Fatimaga moslab qo'yamiz. Vadoa ta'ti bo'ladi. Vadoa ti, sen qiz bola qo'yding. Har doim o'sha fe'l oxiriga ti qo'ysak, sen qiz bola o'sha ishni bajarding bo'ladi. Tushunarli? Esingizga tushdimi? Keyingisi Robi'an 4-dan asniddil jumalal atiya ila domairil musanna wal jam'. Hop. Ana qara'tu qissatan. Men bir qissa o'qidim. Nahnu, endi buni o'zgartiramiz-da fe'lini. Nahnu qara'na qissatan. Ikkilida ham na bo'laveradi, ko'plida ham nahnu qara'na qissatan. Va hokazo shularni ham xuddi shunaqa qilib olmashlarga moslab domirlarga qo'yib chiqasizlar fe'llarni o'zgartirib. Birli berilgan, ikkili ko'pli qilib berasizlar. Keyingi sahifa qoida ekan. Al-adad wal ma'dud, son va sanalmish mavzusi ekan. Yaxshi. Iqro'il jumalal atiya va lahizil kalimatil mulawwina. Quyidagi jumlalarni o'qigan va lahiz mulohaza qilgan rangli so'zlarni qaranglar. Ishtaraytu 3 aqlamin. Sotib oldim qalamlarning 3tasini, ya'ni 3 ta qalam sotib oldim deyapti. Fil maktabati, kutubxonada bor, 5 kutubin. Nima uchun bor so'zini qo'shdim? Chunki old ko'makchisi gap boshida kelyapti. Kitoblarning 5tasi kutubxonada bor deyapti. Darastu fil ma'hadi 9 ayyamin. Institutda o'rgandim, o'qidim. 9 kun. Kunlarning 9tasini o'rgandim, ya'ni 9 kun qatnaganda. Endi bu qismini o'qiymiz. Endi bu sonlarni o'rganamiz. Qanaqa shartlari bor, qanaqa qoidalari bor, mana bu o'rgatadi. Ishtaraytu 13 qalaman. Sotib oldim 13 ta qalam.
Fil maktabati kutubxonada bor 50 kitaban. 50 ta kitob bor kutubxonada. Qara'tu 20 varaqatan. Xo'p, 20 varaq o'qidim. Endi son va sanalmish sal boshqacharoq turlicha keladi arab tilida. Shuni o'rganishimiz kerak. Diqqat qilamiz. Ta'allam dot o'rgan dot. Al-adadu son, ya'ni raqam bor-u. Val ma'dud va sanalmish. O'sha nimani raqami, nechtani sanavamiz? Kitob sanavamizmi, qalamni sanavamizmi, odamni sanavamizmi? O'sha sanalmish hisoblanadi. Ma'dud arabchasiga. Misol uchun unga misol berdi. Salasatu aqlamin. Qalamlarning 3tasi, ya'ni 3 ta qalam. O'zbekchalashtirib olsak. Bu yerda salasatu son, aqlamin sanalmish, ya'ni shuni sanavamiz. Tushunarlimi? Endi shunga yarasha qoidalarni o'rganamiz. Birinchi qoida. Al-adadu. Ya'ni raqamlar degani, adadun ko'pligi. Min 3 ila 10, 3 dan 10 gacha bo'lgan son va sanalmish. Undan keyin, ya'ni raqam o'sha raqamdan keyin keladigan ma'noga o'xshagan so'z jam'un ko'plikda bo'ladi. Mana aqlamin ko'plikda beryapti-yu, qalam demayapti. Biz o'zbekchalashtirib olsak, 3 ta qalam deb qalam so'zini birlikda aytamiz-ku, qalamlar demaymiz-ku. Ular 3 dan 10 gacha qalamlar deb ko'plikda aytadi. Va majrurun bo'ladi va jar holatda bo'ladi. Qaranglar, uning alomati katta alomati i bo'ladi. In. Tushunarli? Misol uchun aytyaptim mana. Ma'i salasatu aqlamin. Meni yonimda bor, men bilan birgalikda bor qalamlarning 3tasi. 3 ta qalam bor. Yana qaytaraman. 3 dan 10 gacha bo'lgan sondan keyin sanalmish ko'plikda keladi, majrur holatda keladi va jinsiga e'tibor qaratamiz. Jinsini aytmabdi-da. Raqam muannas holatda turibdi. Qaranglar, e'tibor qaratayotgan bo'lsanglar. Salasatu tamarbutali. Aqlamin. Qalamni birligiga qaraymiz. Qalamun. Muzakkar-ku, muzakkar so'z. Uni raqami teskari qilib beriladi. Birligiga qaraymiz-da, qalam so'ziga. Ko'pligiga emas. Birligi muzakkar bo'lsa, o'sha so'z raqami 3 dan 10 gacha bo'lgan raqami muannas holatda berishingiz shart. Agar qalamning o'rniga birorta muannas so'z bo'lganda, bu tamarbutasiz kelardi. Salasu. Misol uchun salasu banatin, qizlarning 3tasi. Bintun qiz bola-ku. O'z ma'no jihatidan ham. Esinglardami? Uni ko'pligi banat bo'ladi. 3 ta qizlar demoqchi bo'lsak, bu yerga ko'pligini olib kelamiz. Jar holatda banatin qilib, bu yerda tamarbutani olib tashlab aytamiz. Jinsi teskari bo'lishi kerak. Eslab qoldinglar. Mashq qilsanglar, bittada eslab qolasizlar. 3 dan 10 gacha mashq qilib chiqinglar. Jinsi teskarisiga sanab yozib. Endi keyingi qoida al-adadu. Raqamlar min 11 dan 99 gacha bo'lgan raqam. Undan keyingisi mufrodun birlikda bo'ladi. Endi boshqacha bo'lishi osonroq. Birlikda bo'ladi va mansub, ya'ni ali bo'lib keladi. O'sha undan keyin mana buni o'rnida bo'lgan holatda. Misol uchun ma'i 13 qalaman. 11 dan yuqorisiku 99 gacha bo'lgan son. Mana qatnashyapti. 13 ta degani 13. Hammasi fathada va bu raqamdan keyingisi ham aytyapti mana. Birlikda bo'ladi va mansub bo'ladi. Qolaman. Bu sanalmishda, buni sanavamiz. Bu raqam. 11 dan demak 999 gacha bo'lgan so'z, raqam fathaga tugaydi. Va undan keyingi sanalmish ham fathaga, ya'ni an bo'lib tugaydi. Qolaman ma'nosi manda bor 13 ta qalam. Yana bitta narsani aytib ketmoqdi bu yerda. Asharoga qaranglar. Asharo buni jinsi bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni sanalmish muzakkar bo'lsa, asharoni ham muzakkar holatda aytamiz. Asharota deydigan joyimiz ham bo'ladi. Lekin uni bu muannas bo'lishi kerak, sanayotgan narsamiz. Misol uchun bintan qiz bola-ku. Asharota bintan deyishimiz unga moslab.
lekin bu muzakkar bo'lib qoladi u holatda, teskarisi. Tushunarlimi? Agar buni o'rnida muannas bo'lsa, bu ham muannasga aylanadi, asharota bo'lib, lekin bu muzakkar bo'lib qoladi. Lekin bu muzakkar bo'lib turibdi-yu, bu ham muzakkar, bu muannas bo'lishi shart. 11 dan 99 gacha. Eslab qoldinglarmi? Izohlada misollar keltiringlar, men to'g'ri yoki noto'g'ri deyman. Keyingisi avvalan ixtaril ma'duda as-sahiha li kulli jumlatin. Hop, ixtar tanlagin to'g'ri sanalmishlarni har bir jumladan uchun. Akulu thalatha, 3tasini yedim deyapti. Yeyman deyapti. Akulu hozirgi zamon fe'li. Vajabatan, vajabatin, qaysi birini olib kelamiz? 3 raqami-ku, 3 dan 10 gacha bo'lsa, uning ma'dudi sanalmishi, ya'ni ko'plik va majrur holatda, jar holatda bo'ladi degandim. Demak, buni olib kelamiz. Hamma sharti bor, ham jar turibdi mana iyli bo'lib, ham ko'plikda. Vajabatan emasda, vajabatin bo'lib turibdi. Ma'nosi fil yawmi, kunda, bir kunda 3 mahal ovqat yeyman, ovqatlanaman. Tushunarlimi? Xuddi shunaqa mashq qilasizlar. Yaxshilab, g'ijjalab, bitta kitobni puxta tugatsanglar, shoshmasdan. Uni ham o'qishim kerak, buni ham o'qishim kerak demanglar, oldin bittasini zo'r tugatib olinglar, qolgani shunaqa oson bo'lib ketadi. Bittasini tugatsanglar, qolganini mustaqil o'qituvchisiz ham o'qib oladigan bo'lasizlar. Inshaalloh. Shunga o'xshash kitoblar ko'p, Baynayadak, Miftah va hokazo. Keyingisi, saniyan, ikkinchidan ixtaril adada as-sahiha li kulli jumlatin. Tanlagin deyapti, to'g'ri sonni. Endi bu safar sonni, ma'dudi bor, sanalmishi bor, lekin raqami yo'q. Shuni to'g'ri tanlaymiz. Har bir jumla uchun. Raqam bergan 2 xil. Jaa keldi, toliban talaba, ila soffil yawma. Bugun yawm so'zi al bilan kelib oxir fatha bo'lsa, bugun deb tarjima qilamiz. Bugun sinfga nechta talaba kelibdi? Sab'atu toliban deyamiz. Chunki 3 dan 10 gacha bo'lgan oralig'ida-da, undan keyingi ma'dud jar holatda ko'plikda bo'lishi kerak edi. Bu unaqa turmayapti-ku ma'dudi. Demak, sab'ata asharani olib kelamiz. 11 dan yuqorisini olib kelamiz. Ya'ni 17 ta talaba sinfga kelibdi bugun. Xuddi shunaqa qilib to'g'ri qo'yib yozib chiqishingiz kerak. Bu kitobni uzun marketda ko'rdim. Asl nusxasi emas, uni arzonga topsanglar bo'ladi. Yozib o'rgangan boshqachada baribir. Keyingisi ثالثا اكتب العدد والمعدود لكل سورة. Adad va ma'dudni yozgin deyapti har bir rasm uchun. 3 ta kitob bo'pti. Demak, 3 ta kitob nima deymiz? Salasatu kutubin. Nima uchun salasu demadim? Salasatu dedim. Chunki kitob kitabun muzakkarda birligi. Va ko'plikda beramiz kutubin. Va hokazo sanab hammasini to'g'ri qo'yishingiz kerak. Juda ham zo'r mashq ekan. Bittada o'rganib olasizlar inshaalloh. Al-kitaba mashq ekan, yozish, ya'ni yozish ko'nikmalarini oshiradi. Avvalan rattibil kalimatil atiya litukawwina jumlatan mufidatan. Birinchidan quyidagi so'zlarni tartiblagin deyapti. Ifodali jumlalar tuzishlik uchun. Min tufaddilu hop, demak, buni joyiga qo'yish kerak, o'zim esimdan chiqib qoldi. Maza tufaddilu minat ta'am bo'ladi. Taomdan nima xohlaysan, nima afzal ko'rasan degan gap jumla tuzildi, yozasizlar. Qolganlariga yo'maysiz. Keyingisi saniyan, ikkinchidan da'il kalimatil atiya fi jumalin mufida. Qo'ygin deyapti, quyidagi so'zlarni ifodali jumlalarda. Nabatiyun, shu so'zni, maidatun, ya'ni vegetarian so'zi ishtirokida gap tuzasizlar, chiroyli nabatiyun ishlatib. Maidatun, dasturxon, ladizun, mazali, tabaxo, atanawal va hokazo. Hammasida ishtirok etkazib gap tuzishingiz shart. Qiynalsanglar ham harakat qilinglar. Salisan,
Uchinchidan, abbir ani surati bi fiqratin munasiba. Rasmga qarab chiroyli jumla tuzasizlar. Hop. Keyingisi, demak kitob bu mavzuyimiz ham, ya'ni yeb ichish mavzusi ham tugab qolibdi. Oxirgi sahifasi ekan. Robi'an, 4-dan, uktub ma tufaddiluhu min at-ta'ami fi al-wajabati ath-thalathati wadhkur at-tali. 4, ya'ni yozish mashqini 4-mashqisi. Uktub yozgin deyapti. Taomlardan nima afzal ko'rishingni haqida. 3 mahalda, 3 mahal nonushta, tushlik, kechki ovqat. Va wadhkur at-tali, va quyidagilarni zikr qilgin deyapti. Shunaqa qilgan holatda shuni battan yozamiz ovqat mavzusida. Ular nima? At-tabaqar raisa, asosiy taom. Al-muqabbalat, qovurilgan, al-mashrubat, qaynatilganmi, nimadir. Qilishni o'rnini adashtiraman, to'g'ri aytdimmi yo'qmi shuni aytinglar. Xo'p, shu mavzuda shu so'zlarni, iboralarni ishtirok etkazgan holatda yozinglar. Shu mavzularni. Xo'p. Odatdagidek. Xomisan, 5-dan, istami' va kutub va vahfaz. 5-dan, yoz va yodlagin deyapti. Oyatdan. Suratul A'rof. Va kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yenglar, ichinglar, va la tusrifu, va isrof qilmanglar. Innahu, albatta u zot, la yuhibbul musrifin, isrof qiluvchilarni yoqtirmas, ya'ni Alloh taolo. Keyingisi hadisdan ekan. Hozir bir daqiqa. Hop, keyingisi, ya g'ulamu, ey bola deyapti hadis sharifda. Sammillaha va kul biyaminika va kul mimma yalik. Ey g'ulom, ey bola deyapti. O'ng qo'lingda yegin. Ya'ni mana shu iborani eslamadim. Hop. Bir daqiqa. Mana shu joyini sammi. Voy, shuni ham eslamaman. Bismillah aytgin degan ma'no ekan. Sammi, aytgin. Ya'ni Alloh zikri bilan boshlagan, bismillahni aytgin degan buyruq. Sammillah, Alloh nomi bilan boshlagan degan ma'noda kelayotgan ekan. Ya'ni keyin va keyin o'ng qo'ling bilan yegin deyilyapti, baba bilan kelyapti. Keyin va kul mimma yalik, va nima desa bo'ladi? U nariroqdan emasda, oldingdan yegin degan ma'noda kelyapti. Tushunarli-a? Xo'p, keyingi sahifamiz o'sha tugadi. Al-vahdatu tasi'a, 9-vahdaga ham kelib qolamiz. At-tasawwuq, bozor mavzusi. Buni keyingi darsdan boshlaymiz inshaalloh. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka va natubu ilayk. Sog' bo'linglar. Keyingi darsgacha. Ma'as salama.